Salom sportsmenlar, bugun sizlar bilan mana shunday gorizont turishni o'rganamiz. Mashqni boshlashdan oldin qizib olishni unutmang. Qani bo'lmasam ketdik. Birinchi navbatda oddiy arjimaniyadan boshlaymiz. 16 tadan 4 podxod bajaramiz. Keyingi mashqimiz ozgina qiyinroq bo'ladi. Gavdani oldiga tashigan holatda 12 tadan 4 podxod bajaramiz. Endigi mashqimiz esa barmoqlarda arjimaniya qilamiz. Buni ham 12 tadan 4 podxod yondiramiz. Mashqlar borgan sari qiyinlashib boraveradi. Endi esa yaxshilab e'tibor beramiz. Shunday holatda oyoqlarni yerdan uzamiz. Bu mashqimiz ham qiyinroq bo'ladi. Oyoqlar juplagan holatda ko'proq ushlab turishga harakat qilamiz. Endigi mashqimiz esa gavdani oldiga tashigan holatda orqa oyoqlarni ko'taramiz va asta-sekin gorizont turishga harakat qilamiz. Mashqlarni erinmasdan ketma-ket bajarsangiz, albatta mana shunday gorizontga erishasiz.